Qudus ishg'oliyat ostida tursa, men qandoqmi kulay deydi. Mana bu shundaq davoni o'ziga dard qilgan bo'lg'achqa, Alloh taolo Qudusning ozod qilinishini uningga nisb qilgan edi. Bu vaqtda zulmning dahshatligidan ortodoks xristianlar bizni makapirli besvagacha sallilik kapirlar besvasi bo'pti-kan deb musulmonlarning kelib ularni qutqizishini orzu qilib ketdi. Sultan Salih Necmiddin Ayyub ana shu turk mamlukiy askarlar bilan o'zining asosini puxtalab bo'lgandan keyin milodiya 1244-yili Sham sohilidagi ahli salib qarta urush ochdi va Masjid al-Aqsoni to'liq holda qo'liga olib, u yerdan butun ahli saliblarning hammasini qo'g'lab chiqardi. Biz ilgirki dersimizde Salahiddin Ayyubi'ninki miladiya 1187-yili Hittin urushida ahli saliblar ustidan g'alaba qilib, Asqalonni, ondan keyin Qudusni ozod qilib, Masjid al-Aqsoni qaytadan musulmonlarning qo'liga olganligini bayon qilgan edik. Biz uningdan ilgari Masjid al-Aqsoninki birinchi qatimliq ahli salib urushida qo'ldan ketganligini bayon qilgan edik. Endi biz tarix haqida ozroq bir fikr yuzib boqaylik. Masjid al-Aqso nima uchun, qanday vaqtda qo'ldan ketdi? Shundaqla qanday sabab bilan, qanday holatda, ya'ni musulmonlarning ahvoli qanday holatda qaytadan qo'lga keldi? Xulosa qilib aytgan vaqtimizda birinchi qatimliq ahli salib urushining g'alaba qilishi, shundaqla Masjid al-Aqsoning qo'ldan ketishi, musulmonlarning ittifoqsizligi, faqat hammasi o'zining amirligi, o'zining bagligini qo'llashlardan bo'lganligi tufayli qo'ldan ketgan. Chunki birinchi qatimliq ahli salib urushi Shamga kirgan vaqtda Shamda butun Seljuk beylarining hammasi parcha-parcha o'z oldiga baglik qurib olgan bir emas edi. Mana bu sababdan ahli salib qo'shini birinchi qatimliq urushda g'alaba qilgan, Masjid al-Aqsoni egallab olgan. Keyin Nuruddin Zangi Shamdagi butun parcha baglarning hammasini birlashtirib, o'zining Zangi davlatini qurib, Salahiddin Ayyubini ana shundaq tarbiyalab, Misrni Fatimi shiirlarining qo'lidan ozod qilgandan keyin, ya'ni birlashgandan keyin Masjid al-Aqsoni yana qaytadan qo'lga oldi. Demak, bu tarixiy voqelik bizga inoqsizlikninki, ittifoqsizlikninki, bo'lgunchilikninki, shaxsiyatchilikninki, manfaatparastlikninki, zulmga, xorliqqa sabab bo'lganligi, ittifoqlikninki, birlashishninki, o'mlikninki, zolimlarga qarshi turishga birdan-bir yo'l ekanligini ko'rib olamiz. Shuning uchun biz Uyg'ur musulmonlarining oldida faqat bir yo'l bor. U bo'lsa-mu dushman qarta birlashish. Har qanday bir odam bilan, har qanday bir guruh bilan birlashalgan yagichilik birlashish. Unda bo'lmaydi ekan, dushman birsimizni yana birsimizga selish orqali o'tirdim payda elaveradi, kuchimiz ketib qoladi. So'zimiz qaytib kelsak, Salahiddin Ayyubi Qudusni ozod qilgandan keyin Qudusdagi xristian aholilarining hammasini Sur shahriga chiqib ketishga ruxsat qiladi. Shundaqla faqat pulvorlardan 10 dinar jizya, ya'ni boj oladi. Pul yo'qlardan olmaydi. Ammo Amir Rinatni bo'lsa qo'yatmay o'z qo'lidan kallasini oladi. Chunki bu Amir Rinat bo'lsa, hojilarning oldini to'sib, hojilarni o'ltirib, "Qani sizlarning Muhammadinglar, sizlarni kelib qutqizib baqson" deb shunda haqorat qilgan edi. Bu sababdan Salahiddin Ayyubi "Men uni o'ltirman" deb qasam qilgan edi. Bu sababdan Amir Rinatni o'ltirdi, ammo undan boshqa butun xristian aholilarining hammasini Sur shahriga chiqarib o'tdi. Ko'pincha qarindoshlarimiz o'ylab qolishi mumkin. Bu yerda xristian aholisi nima ish qiladi deb. Biz ilgirki darsimizda so'zlab bo'ldik. Ahli salib qo'shini birinchi qatimliq ahli salib urushida Qudusni ishg'ol qilgandan keyin yerlik aholisining hammasi qirib tashlab o'tgan. 100 mingdan ortiq ayol butun puhroning hammasini o'ltirib o'tgan. Ularning otlari tizig kelgudek musulmonlarning qinida chapqan. Demak, ana shunda qirg'inchilik qilib, butun aholisini yo'qotib bo'lgandan keyin Germaniya va butun Yevropa shaharlaridan turkumlab xristianlarni Qudusga akilib yerlashtirgan. Bular 88 yil bu yerda yashash jarayonida xuddi mishaning yerlik aholisidek bo'lib ketgan, lekin asli egisi emas edi. Bu sababdan Salahiddin Ayyubi hargiz ahli salib qo'shini qilganga o'xshash qirg'inchilik qilmaydi. Ularni chiroyliqcha, hatto ana shu Sur shahriga berib qo'yguncha o'zining askarlarini qo'g'dab, ularni Sur shahriga saq-salomat olib qo'ydi. Shundaqla ulardan bundan keyin qat'iy musulmonlar tuproqqa chiqilmaslik va musulmonlarga qarshi boshqalarga yordam bermaslikka va'da elib, ana shundaq omonlik beradi. Shundaqla xristian tavobchilarni Masjid al-Aqsodan cheklamaydi. Masjid al-Aqsoning musulmonlarning qo'liga qaytib kelishi, musulmonlarni xushallik cho'mdirgan bo'lsa, bu xabar Yevropaga bomba kabi tushadi. Bu sababdan Romadagi bosh papa Gregorius keng ko'lamlik 3-qatimliq ahli salib urush safarbarlik e'lon qiladi. Shundaqla butun Yevropa xalqidan Salahiddin Beji deb ataydigan bu bajni majburiy tanidi. Hittin urushi Yevropaliklarning qalbida shundaq bir qo'rqinish solganki, bir Yevropalik ayol bolasini past qilmoqchi bo'lsa, yig'ilgan bolasini, "Hali Salahiddin Ayyubi keladi" deb shundaq qo'rqitadi. Ya'ni Salahiddin Ayyubi Yevropaliklarga nisbatan bir kabusga, bir qabihalik tushga o'xshash bo'lib qolgan edi. Shundaq qilib bosh papa Gregorius keng ko'lamlik urush safarbarlik e'lon qilish orqali zo'r darajada qo'shin tashkillaydi. Bu qo'shinga Angliya podshohi Richard, Fransiya podshohi Philip, Germaniya podshohi Friedrich Barbaros qo'mondonlik qilib, islom jo'grafiyasiga, ya'ni Shamga, Suriyaga, Falastin qarab yo'lga chiqadi. Shundaqla bu 3 podshoh 3 qo'mondon bo'lib, qo'shinni 3ga bo'ladi va musulmonlar jo'grafiyasiga, ya'ni Qudusni ko'zlab 3 xil yo'llanmadi. Germaniya podshohi Friedrich bo'lsa o'zining qo'shinini boshlab Anatoliya tuproqlari uchun ana shu Shamga, Qudusga bormoqchi bo'ladi.
qiladi va ular Ko'ksu daryosida o'tayotgan vaqtda kelkun kelib podshohi Friedrix va nurg'un qo'shinlar kelkunda eqib ketadi. Nihoyat az sanoqli askar qoladi. Bu askarlarga Anatoliya Seljuqlari, ya'ni Rim Seljuqlari taraf-tarafdan partizanlikcha urush qilib holini qo'ymaydi. Natijada Germaniya podshohining qo'shinidagi bu askarlar bir-birlab tarab ketadi. Ya'ni manzilga yetib bormaydi. 3-qatimliq ahli salab qo'shinining Sham taraf qarab kelayotganligini bilgan Sur shahridagi, ya'ni Qudusdan chiqarib etilgan xristianlar shundaqla podshoh Gay yaxshilikqa yomonlik qilib degan so'zida turmay Sur shahrining qishdagi, ya'ni sohil bo'yidagi Akka qal'asiga hujum qiladi. Akka qal'asi bo'lsa strategik o'rni nihoyat muhim. Ichida 3000 nafar musulmon yashaydigan musulmonlarga oid qal'a edi. Salohiddin Ayyubiy bu xabarni anglagan bo'lsa-mu, lekin u qo'shini bilan German qo'shinining oldini to'sish uchun mudofaada turayotgan bo'lg'achqa Akkaga yetib bormaydi. Lekin u keyin German qo'shinining daryoda eqib vayron bo'lganligini anglagandan keyin darhol Akkaga qo'shin avatadi. Lekin bu vaqtda Fransiya podshohi Filip boshchiligidagi qo'shin Akka qal'asining yeniga kelib, Sur shahridagi Qudusdan surgun qilingan xristianlar bilan va Qudus amirligining burunqi podshohi Gay bilan birlashib bo'lgan edi. Bu sababdan ularning soni ko'p uchun nihoyat kuchlanib ketgan edi. Angliya podshohi Richard boshchiligidagi qo'shin bo'lsa Qibrosga kelib, Qibrosni egallab shu yerda turib qolgan edi. Akka qal'asining 3 tarafini dengiz qorshaydigan bir bulunga o'rlashgan bo'lg'achqa strategik o'rni nihoyat muhim, oshmoq bek tas edi. Bu sababdan ahli salab qo'shini 2 yil muhosiraga olgan bo'lsa-mu, lekin ocholmaydi. Salohiddin Ayyubiy qo'shin avatgan bo'lsa-mu, u ahli salab qo'shinining muhosirasini bo'shtanmaydi. Bu sababdan Akka qal'asidagi muhosira va ular bilan bo'lgan to'qinish 2 yil davomlashadi. Oxirida 1191-yili Qibrosdagi Angliya podshohi Richard boshchiligidagi ahli salab qo'shini yetib kelib, zo'r manchanoqlarni akilib, Akka qal'asiga shiddat bilan hujum qiladi va oxirida Akka qal'asiga bosib kirib, ichidagi 3000 nafar musulmonning hammani qirib tashlaydi. Shundaqla bulang-talang qiladi. Shunda qilib Akka qal'asi xristianlarning, ahli salablarning qo'liga tushib ketadi. Mana mushu paytda Fransiya podshohi Filip kasal bo'lib qolib Fransiyaga qaytib ketadi va qo'shinni bo'lsa Angliya podshohi Richardga topshiradi. Natijada butun ahli salab qo'shini Angliya podshohi Richardning ostiga to'plandi. Shunda qilib Angliya podshohi Richard zo'r qo'shinga ega bo'lgandan keyin, shundaqla mustahkam sepil bo'lgan Akka sepilga ega bo'lgandan keyin Qudusni nishon qilib, Qudus bilan Akka qal'asining o'tirisidagi Yafa qal'asi taraf qarab qo'shin tortadi. Salohiddin Ayyubiy bundan xabar topib, Arsuf degan joyda ularning oldiga chiqadi va ularning oldini to'sib shiddatli urushadi. Salohiddin Ayyubiy va uning qo'shini shuncha baturlik ko'rsatib urushgan bo'lsa-mu, ahli salab qo'shinining sonining ko'pligi tufayli Salohiddin Ayyubiy bu urushda mag'lub bo'lib keyiniga chekinadi. Lekin Salohiddin Ayyubiy yana qaytadan hujumga o'tadi. Mushunda qilib bu to'qinish xil uzunga davomlashib, har ikkala tarafdan nurg'un odam o'ladi. Lekin har ikkala taraf o'zining maqsadiga yetolmaydi. Amalsiz 1192-yili Angliya podshohi Richard boshchiligidagi ahli salab qo'shini va Salohiddin Ayyubiy tinchlik sulhi tuzishga majbur bo'ladi. Bu tinchlik shartnomasida Qudus podshohligiga asli keltiradi. Lekin bu Qudus podshohligi Qudusda emas, Sur shahri va uning atrofidagi dengiz bo'ylarida asli keltiradi. Qudus bo'lsa Salohiddin Ayyubiy qilib qoladi. Angliya podshohi o'zining samimiyatini bildirish uchun o'zining singlisi Juannani Salohiddin Ayyubiyning bir tuqqan qarindoshi Adil Seyfiddinga yotliq qiladi. Shunda qilib ikki taraf kelishadi. Ahli salablarning maqsadiga yetolmaydi. Ya'ni Qudusni ololmaydi, lekin Qudus podshohligini ana shu dengiz sohilida asli keltirgan bo'ladi. Salohiddin Ayyubiy bu 3-qatimliq ahli salab qo'shinini taltuks mag'lub qilib yo'qotolmaydi. Ya'ni har ikki taraf maqsadiga yetolmaydi. 3-qatimliq ahli salab urushi mana shundaq natijasiz oxirlashadi. Richard Akka qal'asi bir muddat tug'andan keyin Angliyada taxt kirish yuz beradi. Bu sababdan podshoh Richard Angliyaga qaytishga majbur bo'ladi. Salohiddin Ayyubiy ta Richard qaytgan qadar Misrda emas, Qudusda turadi. Richard qaytgandan keyin ondan keyin Misrga qaytadi. Ya'ni Richardning qaytishi bilan ahli salabdan keladigan tahdid oxirlashadi. Salohiddin Ayyubiy bu vaqtda 57 yoshga kirib qolgan edi. U hayotining ko'p qismini urush ichida o'tkazgan bo'lg'achqa herib charchab qolgan edi. U o'zining taxt urush chiqmasligi uchun o'zining bolalari orasida o'ziga tava bo'lgan rayonlarni bo'lib beradi. Ya'ni vali sifatida bo'lib beradi. Masalan, cho'ng o'g'li Afzalni Dimashqqa vali qiladi. Ikkinchi o'g'li Al-Aziz Osmonni Misrga vali qiladi. Yana bir o'g'li Zohirni Halibga vali qiladi. Aksi Sayfiddin G'ozining bolalarini Homus Hamaga vali qilib, mushundaq taqsimlaydi. Ondan keyin Salohiddin Ayyubiy milodiya 1193-yili 12-fevral qizitma kasali tegib 12 kun yotgandan keyin oxiri vafot topadi. Salohiddin Ayyubiy vafot topgandan keyin uning merosi hisoblandi. Uning merosi faqat 36 dinar chiqadi. Salohiddin Ayyubiy hayotida haj qilib boqmagan edi. Sababi Qudusni ozod qilmay turib, men haj qilmayman dedi. Shundaqla kulmaydi. Kishilar nima uchun kulmaysiz deb so'ragan vaqtda Qudus ishg'oliyat ostida tursa, men qandoqmi kulay deydi. Mana bu shundaq davoni o'ziga dard qilgan bo'lg'achqa Alloh taolo Qudusning ozod qilinishini uningga nisb qilgan edi. Salohiddin Ayyubiy vafot etib 1 yildan keyin, ya'ni milodiya 1194-yili Xorazm davlati Iroq Saljuqiy davlatiga rasmiy urush ochib, ularni butunlay munqaraz qildi va oxirgi sultoni bo'lgan To'g'rilni o'ldirib o'tdi. Shuning bilan Iroq Saljuqiylari tarixga aylandi. Salohiddin Ayyubiy vafot topgandan keyin bolalari dadasining vasiyati bo'yicha o'zi vali bo'lgan shaharni boshqaradi. Lekin
keyin vaqtning o'tishiga ergishib Al-Aziz Osman Misrning valisi Misrning pullariga o'zining ismini besib taqtidi va undan boshqa ba'zi bir islohot harakatlarini ilib boradi. Bu atrofdagi ba'zi qarindoshlar qizg'andiradi. Vaqtning o'tishiga ergishib hammasi o'zi vali bo'lgan shaharni mustaqil qilib oladigan, bojni avatmaydigan, bir boshqa bo'ysunmaydigan mushundaq holatga keladi. Ya'ni parchalanish qarmag'adi. Bu ahvolning xatirini his qilgan Salohiddin Ayyubiyning qarindoshi Sayfiddin G'azi darhol hammasini suhbatga chaqiradi. Shuncha tirishgan bo'lsa-mu, suhbat orqali birlik keltirolmaydi. Sayfiddin G'azi oxiri kuch bilan birlik keltirishni maqsad qilib Misrning valisi Al-Aziz Osmanni kuchlantiradi va shuning kuchi bilan atrofdagi qarindoshlarning hammasiga askariy yurish qilib, hammasini qaytadan qattiq kuch bilan majburiy bo'ysundirib, ya'ni bir davlat, bir bayroq qilib shakllantiradi. Sultan Al-Aziz davlatini qaytadan birlik keltirib kuch hosil qilgandan keyin Loziqiya qal'asi, Yafa qal'asi qatorli xristianning bir qancha qal'alarining hammasini egallaydi. Ayyubiylar davlatining qaytadan birlik kelishi, shundaqla bir qancha qal'asining keyin-keyindan qo'ldan ketishi sababli Yevropa dunyosida 4-qatimliq ahli salib urushi safarbarlik e'lon qilindi. Ya'ni bosh papa 3-Innocentus 4-qatimliq Krist urush safarbarlik e'lon qilib, butun kishilarga siliq soladi va askar to'plashga boshlaydi. Bu qatimliq urushga papa o'zi bevosita boshlamchilik qiladi. Shundaqla qo'mondonlarni podshoh emas, papa tayinlaydi. Angliya podshohi Angliyaga qaytgandan keyin uzun o'tmay o'lib ketgan. U o'lib ketish oldida bosh papaga Qudusni elishning sharti Misrni elish deb eslatgan edi. Bu sababdan bosh papa 3-Innocentus amdiki urushni Qudusga emas yoki Anatoliya tuproqlari uchun Shamga emas, dengiz yo'li orqali Misrga, ya'ni Iskandariya yoki Dimyat qarab yo'lga chiqishni maqsad qiladi. Lekin Yevropaning qo'shinlarini dengiz yo'li orqali yo'tkizgida kemalar yo'q edi. Ularning kemalarining hammasi 3-qatimliq ahli salib urushida vayron bo'lib, cho'kib, parchalanib ketgan edi. Ahli salib qo'shinidagi qo'mondonlar o'yinish orqali oxiri dengiz tijoratini qo'lga ilib olgan Vengriya podshohiga qarashliq Vensiyaliklar bilan aloqalashib, ularga bizning qo'shinlarimizni Dimyatga olib qo'yinglar, ya'ni Misrninki Dimyat portiga olib qo'yinglar. Biz sizlarga buning qarta pul beraylik deydi. Vensiyaliklar buning qo'shidi va ulardan 85 ming oltin Fransiya puli talab qiladi. Lekin ularda 85 ming oltin Fransiya puli yo'q edi. Ular yana o'yinish orqali sizlar bizni olib qo'yinglar. Biz sizlarga doim to'qinishayotgan, urushayotgan Zara shahrini ilib beraylik, urushib deydi. Bu gap Vensiyaliklarga nihoyat xo'sh yoqadi. Shunda qilib ahli salib qo'shini tunji urushni Zara shahrini ishg'ol qilishdan boshlaydi. Zara shahri bo'lsa aholisi xristian, ya'ni katolik aqidasiga xristianlar edi. Bu xabar bosh papa 3-Innocentusning qo'liga yetgandan keyin darhol bu urush qatnashganlarning hammasi din chiqqan deb hukm e'lon qiladi. Lekin ahli salib qo'shini Zara shahrini egallab Vensiyaliklarga beradi. Papa tarafidan Zara shahrining urushi qatnashgan ahli salib qo'shinidagi askarlarni din chiqqan deb hukm qilish bilan ahli salib qo'shini nega mingishni, qanday qilishni bilolmay qoladi. Mana shu paytda Bizantiya imperiyasidan, ya'ni Sharqiy Rim imperiyasidan ularga bir taklif keladi. U bo'lsa-mu, shu vaqtda Bizantiya imperiyasining imperatori Ishoq II bo'lib, uning qarindoshi Aleksios isyon qilgan edi. Ya'ni isyon qilib, uni turmaga tashlagan edi. Mana shu vaqtda Ishoqning o'g'li 3-Aleksios ahli salib qo'shinining qishig'iga berib, "Tag'am qarshi yordam beringlar. Yordam bersanglar, urush chiqimi va sizlarningki ana shu O'rta Sharqqa, Qudusga boradigan butun chiqimlarni qilib beramiz" deb nurg'un va'dalarni qiladi. Bu gap papaning yordamidan uzilib qolgan ahli salib qo'shiniga yog'dek yoqadi. Shunda qilib ular nishonni Qudusga emas, Sharqiy Rim imperiyasidagi taxt kurshiga qaratib mangdi. Hatta ahli salibga Ishoqning o'g'li Aleksios III shundaq va'dalarni beradi. Agar men taxtga chiqa olsam, ya'ni tag'amni tushirib, menga yordam qilib, men taxtga chiqa olsam, Sharqiy Rim imperiyasidagi butun chirkovlarning hammasini Romadagi bosh papaga bog'lab beraman. Ya'ni katolik aqidasiga u papaga bog'lab beraman. Shundaqlar sizlarni kema orqali Misrga olib qo'yman deb shundaq va'dalarni qilgan. Bu gap papaga yetib borgandan keyin papaga xo'sh yoqadi. Chunki butun ortodoks xristianlarning hammasini katolik chirkovga bog'lab bersa, bu uning uchun cho'ng foyda edi. Shunda qilib deyishgani bo'yicha milodiya 1203-yili ahli salib qo'shini Qustantaniyani muhosiraga oladi. Ya'ni Sharqiy Rim imperiyasining poytaxti bo'lgan Qustantaniyani, hozirgi Istanbulni muhosiraga oladi. Oxirida Qustantaniyaga besib kirib, inqilob qilib taxtga chiqib olgan Izokiosni taxtdan tushirib, Aleksios III-ni taxtga chiqaradi. Undan keyin ular deyishgani bo'yicha va'dani ijro qilishni talab qiladi. Lekin Aleksios III bo'ladi, men va'damni ijro qilaman. Lekin sizlar shahar ichida tursanglar, menga tahdid. Sizlar sepilning sirtiga chiqib ketinglar, shahardan chiqib ketinglar, undan keyin degan va'dalarimni bir-birlab ijro qilaman deydi. Ahli salib qo'shini uning gapiga ishonib sepilning sirtiga chiqib ketadi. Ular sepilning sirtiga chiqqandan keyin Aleksios III darhol sepilning ishkini taqab, degan gaplarning hech qaysini ijro qilmaydi. Ahli salib qo'shini o'zining aldanganligini his qilib, shiddat bilan Istanbulni, ya'ni Qustantaniyani muhosiraga kelib hujum qiladi va oxiri Istanbulga, ya'ni Qustantaniyaga besib kirib, Istanbul ichida nihoyat ichinishlik, fojialik, bulang-talang, talon-tarojlar olib boradi va nurg'un xristianlarni o'ldiradi, boyliqlarni bulaydi. Bizantiya imperiyasining qimmatli yodgorliklarining hammasini vayron qilib o'tadi. Hatto Bizantiya imperiyasining shundaqla ortodoks xristianlarning muqaddas joyi bo'lgan Aya Sofiyaning ichida har xil qalaymaqon nashayan ishlarni qilib, ularning aqidasini butunlay dafsanda qiladi. Xuddi Qudusni ishg'ol qilib, Qudusni elib borgan ishg'olga o'xshash ishg'olni ahli salib qo'shini Qustantaniyada, ya'ni Istanbulda ortodoks xristianlarga qarata elib boradi. Bu vaqtda zulmning dahshatligidan ortodoks xristianlar bizni
ma kafirlar besivagacha sallilik kafirlar besivasi bo'pti-kan deb musulmonlarning kelib ularni qutqizishini orzu qilib ketadi. Chunki ahli salib qo'shini ortodoks xristianlarning cherkovlarini yiqqan va shundaqla ularning bitriqlarini papaga bog'lagan, ya'ni majbur bog'lagan. Shundaq qilib 4-qatimliq ahli salib qo'shinining nishoni Qudusdan Qustantiniyaga, ya'ni Sharqiy Rim imperiyasiga burilib ketib, mushundaq oxirlashgan. Ahli salib qo'shini Qustantiniyaning ichini mushundaq bulantiraj qilgan bo'lsa-mu, egallagan bo'lsa-mu, lekin ichki muqimsizlik avj ilib u yerda putirab turolmagan. 4-qatimliq ahli salib urushi mana mushundaq nishondan burilib ketish sababli Papa 3-Innocentus 5-qatimliq Qudusni nishon qilgan ahli salib urushi safarbarlik e'lon qiladi. Bu vaqtda Ayyubiylarning ahvoli nega bo'lgan? Endi biz gapimizni Ayyubiylarga o'tkazamiz. Bu vaqt kelguncha Ayyubiylar davlatining sultoni Al-Aziz, ya'ni Salahiddin Ayyubiyning o'g'li vafot topgan. Uning o'rniga uning kichik o'g'li taxtga chiqqan, lekin davlatni Al-Azizning qarindishi Al-Afzal boshqargan. Lekin buning qarta xalq norozi bo'lib to'plan ko'targan, isyon ko'targan. Bu vaqtda Salahiddin Ayyubiyning qarindishi Sayfiddin G'azi sultonlikni qo'liga olib Ayyubiylarning sultoni bo'lgan. Milodiya 1217-yili Nil suvi azlab ketadi. Bu sababdan Misrda qahatchilik, ocharchilik yuz beradi. Misr xalqi turkumlab Marokashga va Shamga shundoq ko'chishga boshlaydi. Puralar ko'chib, puralar az qolgandan keyin Misr hokimiyati ojizlashga qarab mangadi. Mana shundoq Misrdagi Ayyubiylar ojizlashayotgan paytda 5-qatimliq ahli salib qo'shini Akka qal'asiga yetib kelib, u yerga urilish bo'lgaydi. 5-qatimliq ahli salib qo'shini Akka qal'asida urush planini puxta tuzgandan keyin Akka qal'asidan dengiz yo'li orqali Misrning Dimyat portiga hujum qilish uchun yo'lga chiqadi. Va ular dengiz yo'li orqali Dimyat qal'asining qishiga kelib, Dimyat qal'asiga shiddat bilan hujum boshlaydi. Dimyat qal'asi nihoyat mustahkam bo'lg'achqa, muhosira hujum qilib uzun davomlashadi. Mana mushu paytda Ayyubiylar sultoni Sayfiddin G'azi vafot topadi. Sayfiddin G'azi vafot topgandan keyin kimning sulton bo'lish masalasida ozroq davolg'ush paydo bo'ladi. Oxiri Sayfiddin G'azining o'g'li Komil Ayyubiylarning sultoni bo'ladi. Lekin bu vaqtda, ya'ni milodiya 1219-yili Dimyat qal'asi yiqilib, ahli salib qo'shini Dimyatga besib kiradi. Shunda qilib Dimyat porti musulmonlarning qo'lidan chiqib ketadi. Ular Dimyat qal'asini egallagandan keyin Dimyatga port orqali bu qal'a ichiga turkumlab askar tushiydi. Ular zo'r qo'shin tashkillab bo'lgandan keyin Qohiraga hujum qilishdan ilgari Mansurani ko'zlaydi. Ya'ni Mansurani egallab, u yerda o'zining o'rnini mustahkamlab olgandan keyin Mansura turib, ondan keyin Qohiraga yurish qilmoqchi bo'ladi. Bundan xabar topgan sulton Komil darhol Mansura qal'asining ichiga kirib, shu yerda mudofaalanib, Mansura qal'asini qo'g'daydi. Ahli salib qo'shini Mansura qal'asining tuyiga kelib, muhosiraga oladi va shiddat bilan hujum qiladi. Ularning soni nihoyat ko'p edi. Bu sababdan sulton Komil shunchalik tirishchilik ko'rsatgan bo'lsa-mu, amalsiz sulhilishni talab qiladi. Lekin ahli saliblar o'zining soniga ishonib sulhini keskin rad qiladi. Sulton Komil men sizlarga Laziqiya portini biray, burun egallagan yerlarning hammasini biray deydi. Yana unutmaydi. Sulton Komil eng oxirida Misrdan chiqib ketinglar, Qudusni sizlarga biray deydi. Bu nihoyat cho'ng bir masala. Demak, bundan biz Sulton Komilning diniy jihatda o'yinchilik cho'nqur emasligi, ya'ni Qudusninki uning nazarida o'yinchilik, ya'ni Salahiddin Ayyubiyning nazariga o'xshash muqaddas joy emas ekanligini ko'ra olamiz. Ya'ni Misrga taxtim qo'ldan ketmasin, Qudusni sana biray degan bu taklifni qiladi. Lekin ahli salib qo'shini mana bu yerda tarixiy xato qarorini oladi. Ya'ni bu talabni rad qilib hujumni davomlashtiradi. Sulton Komil nima qilishni bilolmay turgan paytda bo'lsa, Nil suvi ko'payib, Mansuraga oqadigan sepillarni tashay deb qolgan edi. Bu vaqt Sulton Komilning aqliga bir ish keladi. Ya'ni Nil daryosining Mansuraga oqadigan sepil temini yiqib o'tadi. Shuning bilan Nil daryosidan kelkun kabi suv Mansura shahriga qarab oqadi. Bu vaqtda ahli salib qo'shinining o'rni bo'lsa tuvanda edi. Ya'ni past yerda chedir tikib turgan edi. Ularning chedirlari, qo'shinlarining hammasi kelkun ostida, suv ostida qoladi. Sulton Komil bir yo'ldan boshqa hamma yo'llarni etib, chekinishga faqat bir yo'l qo'ydi. Ya'ni patqoqlik bir yo'lni qo'yadi. Ahli salib qo'shinlari ana shu patqoqlik yo'ldan chekinishga boshlaydi. Sulton Komilning qo'shini ikki tarafdan shiddatli hujum qilib, minglarcha ahli salib qo'shinini o'ldiradi. Shundaqla minglarcha qo'shinning hammasini asirga oladi. Sulton Komil Dimyatdagi qo'shin qo'mondoniga xat avatib, agar sizlar chekinsanglar, ya'ni Dimyatni tashlab chiqib ketsanglar, asirlarning hammasini sog' salomat Akka qal'asiga yo'lsab qo'ymayman deydi. Ahli salib qo'shini amalsiz holda Dimyatni tashlab chiqib ketadi. Sulton Komil mo degani bo'yicha asirlarning hammasini qo'yib o'tadi va ularni yo'lga solib qo'ydi. Shundaqla ahli salib qo'shini bilan Sulton Komil o'tirisida 8 yillik tinchlik kelishimi imzolandi. Shunda qilib 1216-yildan boshlab 1221-yilga qadar bo'lgan 5-qatimliq ahli salib urushi mag'lubiyat bilan oxirlashadi. Sulton Komil ahli salib qo'shinini chekindirib mag'lub qilgandan keyin xalqning orasida hurmati oshadi. Sham sohilidagi xristianlar mavjudligidan ansirashga boshlaydi. Bilganimizdek Sulton Komil Ayyubiylarning sultoni bo'lsa-mu, lekin Misrga hukmronlik qiladi. Qarindishi Muazzam Qudusga hukmronlik qiladi. Yana bir qarindishi Ashraf bo'lsa Makka Madinaga hukmronlik qiladi. Mana bu paytda biz ilgirki darslarimizdan tatib so'zlab kelgan Xorazm davlati Mong'ollar tomonidan yiqitilib, Xorazmning nurg'un askarlari, puhrolari, ya'ni O'rta Osiyodagi turklar qul qilinib Bag'dod bozoriga olib setilgan edi. U yerga setilgan nurg'ulg'an qul qilingan askarlar va Xorazm davlatida Mong'ol istilosidan qochib kelgan nurg'ulg'an turklar mana shu Ayyubiylar davlatiga, ya'ni Dimashqqa Halab kelib urilishga boshlagan edi. Dimashq va Qudusning hokim bo'lgan Muazzam aksi Sulton Komilga qarshi niyatini buzdi. Ya'ni sultonlikni qo'liga olmoqchi bo'ladi. Xorazm
davlatidan qochib kelgan nurg'unlagan askarlar uning askari bo'ladi, ya'ni Muazzamning askari bo'ladi. Bu askarlar uni aksiga isyon qilishga texmi undaydi. Muazzam niyatini rasmiy buzib, aksiga qarshi turish uchun, sultonlikni elish uchun Germaniya podshohi bo'lgan Friedrich bilan aloqalashadi. Va agar menga yordam berib, akamdan sultonlikimni elishimga yordam qilsanglar, sizlarga Qudusni beraman deydi. Demak, i'tiqodiy kimlikdan ajragan ism musulmon xuddi bugungi kunimizdagi musulmon davlatlarining raisiga o'xshash Qudusni ana shundoq sotadigan, ma'lum manfaat uchun tegishadigan mushundaq matoni o'rni qo'llandi. Germaniya podshohi 2 Friedrich bu fursatni qo'ldan bermaslik uchun Yevropa dunyosida keng ko'lamli 6-qatimliq ahli salib urushi safarbarlik e'lon qilib, nurg'un qo'shin bilan Akka qal'asiga yetib keladi. Ammo u yetib kelgan vaqtda Muazzam vafot topadi. Muazzam vafot topgandan keyin Sulton Kamil qarindishining janoza namozi uchun Dimashqqa keladi. Lekin u Dimashqdagi qo'mondonlarning, vazirlarning uning qarshi isyonga, inqilobga tayyorlik qilayotganligidan bexabar edi. U Dimashqqa kelgandan keyin Germaniya podshohi 2 Friedrichning ahli salib qo'shini bilan Qudusni maqsadga kelganligini biladi. Bu vaqt urushsa vaziyat unga foydasiz edi. Chunki Dimashqning ahvoli ana shundoq edi. Mana bu shunday xatarlik paytda Friedrich 2 Sulton Kamilga xat yozib, agar Masjid al-Aqsoni va uning atrofidagi ba'zi mahallalarni menga bersang, men senga hujum qilmay qaytib ketaman va sulh tuzishimiz deydi. Sulton Kamil amonsiz uningga ma'qul bo'lib sulh tuzishdi va Masjid al-Aqsoni xo'sh qo'llab Friedrich 2ga beradi. Shunda qilib Qudusning hukmronligi musulmonlarda Ayyubiylarda bo'ladi, lekin Masjid al-Aqsoni ahli salibga beradi. Shundaqlar deyishgani bo'yicha ahli saliblar bilan 10 yillik tinchlik kelishimi imzolandi. Va shundaqlar Germaniya qo'shini agar Ayyubiylar qandaq bir xatarga uchursa, ularga yordam qildigan bo'ladi. Mana bu 1228-yildan 1229-yilgacha bo'lgan 6-qatimliq ahli salib urushi deb ataladi. Bu 6-qatimliq ahli salib urushida urush bo'lmagan bo'lsa-mu, lekin ahli salib Masjid al-Aqsoni qo'lga qaytirib olgan edi. Lekin ahli salib qo'shini bundan bak rozi emas edi. Chunki ularning maqsadi Qudusning hammani alsak bo'ladi. Qudus Xristian podshohligimizni asliga keltirsak bo'ladi deb qaraydi. Musulmonlar Sulton Kamildan norozi edi. Bu sababdan olimlar, shoirlar Sulton Kamilni tanqidlab nurg'ulg'an kitoblarni, nurg'ulg'an she'rlarni yozdi. Hatto shu davrda haqiqatparvarlikdan tanilgan olim Azziddin Abdusalom Sulton Kamilni ajoyib tanqidlaydi. Sulton Kamil 20 yil sulton bo'lgandan keyin 1238-yili vafot topadi. Uning o'g'li Sulton Kamilning o'g'li Adil chiqadi. Lekin Adil fasiq, sultonlikka loyiq emas, aysh ishratga amroq bo'lg'achqa majburiy taxtdan tushirilib, qarindoshi Solihni 1240-yili taxtga chiqaradi. Biz yuqorida aytganimizdek, bu vaqtda Xavorizm davlatidan nurg'un turk qul askarlar keltirilgan. Bu turk askarlar keltirilgandan keyin Ayyubiylar bularni tunji qatim Qur'on yodga olgan. Ikkinchi qatim shariat bilimlarini o'rgatgan. Uchinchi qatim qilich ishlatishni, to'rtinchi qatim o'qiya etishni o'rgatgan. O'qiya etishni shu darajada yuqori saviyada o'rgatganki, qilichning besig'ini naqlab etib, o'qiya ikki parchaga bo'linib ketgudek darajada yetgudek holatda tarbiyalagan. Shundaqla qilish vaziyatda eng yuqori saviyada tarbiyalagan. Bular Sulton Solihning davriga kelgan vaqtda Ayyubiylar davlatining to'riki, shundaqla asosiy muhofazat qismiga aylangan. Shundaqla bular Mamluki askarlar, turk qul askarlar deb atalgan. Bular O'rta Osiyodan kelgan edi. O'rta Osiyodan necha minglab mana bu shundaq turk askarlar kelib Mamluki askar bo'lgandan keyin Sulton Solihning davrida nihoyat ko'payib ketdi. Hatto Sulton Solih Ayyub bularning soni nihoyat ko'payib ketganlikdan bular uchun maxsus Nil daryosi bo'yiga Ravdatul Manil deydigan maxsus bir bargoh, ya'ni harbiy baza qurgan edi. Sulton Solih Najmiddin Ayyub ana shu turk Mamluki askarlar bilan o'zining asosini puxtlab bo'lgandan keyin milodiya 1244-yili Sham sohilidagi ahli salib qarta urush ochdi va Masjid al-Aqsoni to'liq holda qo'liga olib, u yerdan butun ahli saliblarning hammasini qo'g'lab chiqardi. Shunda qilib ikkinchi qatim Masjid al-Aqso musulmonlarning qo'liga qaytib keladi. Buning qarta Yevropa sukut qilmaydi. Fransiya podshohi 9-Louis 7-qatimliq keng ko'lamli Krist urushi, ya'ni ahli salib urushi safarbarlik e'lon qiladi va 1249-yili dengiz yo'li orqali yana Dimyatga hujum qilib, Dimyatni ishg'ol qiladi. Sulton Solih Najmiddin Ayyub buning qarshi qo'shin tortdi. Ahli salib urushi Dimyat qal'asi ichida nihoyat mustahkam mudofaat turdi. Muhosira 6 oy davomlashgan bo'lsa-mu, Sulton Solih Dimyat qal'asini ocholmaydi. Mana mushu jarayonda Sulton Solih vafot topadi. Uning taxt varisi Turanshah bo'lsa, Iroqda edi. Mana bu shunday jiddiy paytda Sulton Solih Najmiddin Ayyubningki turk ayoli, ya'ni Mamluki ayollardan bo'lgan Shajaratu Dur hukmni qo'liga olib, Sulton Solihning o'limini yushirdi. Hatto Sulton Turanshah kelib bo'lguncha hech kimga bildirmaydi. Qo'shinning hammasini o'zi bevosita kontrol qilib, o'zi qo'mondonlik qilib, askarlarning irodasini mustahkam tutadi. Sulton Turanshah yetib kelgandan keyin qo'mondonlikni qo'liga olib, urushni davom qiladi. Sulton Turanshah muhosirani texmi ching'itib, shiddatli hujum qiladi. Muhosira 1 yilga yaqin davomlashgandan keyin ahli salib urushining osh uzuqlari tugashga boshlaydi. Natijada ular ojizlashadi. Oxiri Sulton Turanshah boshchiligidagi qo'shin qal'aga besib kirib, u yerni egallab, nurg'ulg'an ahli salib qo'shinini asirga oladi. Shunda qilib 7-qatimliq ahli salib urushi mag'lubiyat bilan oxirlashadi. Fransiya podshohi o'zi va ba'zi qo'mondon va qo'shinlari uchun 5000 Fransiya puli to'lab, qutlab qaytib ketadi.
Kirs qo'shini chiqib ketgandan keyin Ayyubiylarning beshiga rasmiy shaklda Turanshah chiqadi. Turanshah chiqqandan keyin atrofdagi bosh sanğullarning hammasi turk mamlukiylardan bo'lib ketgan edi. Bu sababdan Turanshah hokimiyatni turk mamlukiylardan tozalash uchun harakat qiladi. Mamlukiylar bo'lsa yuqori qo'mondondan tortib sultonning jamiyatiga kirib bo'lgan edi. Masalan, Sulton Salih Najmiddin Ayyubning ayoli Shajaratu Durmi mamlukiy ayol edi. Bu sababdan Turanshahning maqsadini o'qib qolgan Shajaratu Dur Turanshahni qaslab o'ldirib etadi. Shuning bilan 1250-yili mamlukiy qo'mondonlar maslahatlash orqali Shajaratu Durni, ya'ni Sulton Salih Najmiddin Ayyubning ayolini Ayyubiylarning beshiga elib chiqadi. Bu sababdan Misr xalqi ichida isyon to'plan ko'tarilib ketadi. Hatto Bag'doddagi Abbosiylar xalifasi Mu'tasim Billahmi oranglarda sulton bo'g'dek er kishi yo'qmi deb shunday masxara qiladi. Hatto er kishi bo'lmasa biz avatayli deydi. Mana shunday har turli besimlar tufayli Shajaratu Dur mamlukiy qo'mondon bo'lgan Izziddin Aybekning to'y qilib 80 kun taxtda turgandan keyin taxtni, ya'ni sultonlikni yo'ldoshi Izziddin Aybekka o'tinib berib taxtdan tushirib beradi. Shuning bilan Ayyubiylar davlati rasmiy oxirlashib, mamlukiylar davlati boshlanadi. Ya'ni turk qullar davlati boshlanadi. Bu mamlukiylarning davri boshlangan paytda bo'lsa bir ofat dunyoni qoplagan edi. U bo'lsa-mu Mo'ng'ul istilasi. Mo'ng'ul istilasi Mong'oliyadan boshlab Xitoy, bizning vatanimiz Sharqiy Turkiston, G'arbiy Turkiston, hatto shu davrdagi eng cho'ng davlat bo'lgan Xorazm davlatining hammasini yiqitib tashlab, egallagan o'rinlarning hammasiga o't qo'yib, xarobilikqa aylantirib Bag'dodgacha besib kelgan edi. Bag'doddagi xalifami tahdid ostida qolgan edi. Biz bu davrdagi islom dunyosining yana bir qismini, yana bir tarafini tushunish uchun cho'qim Mo'ng'ullarni va shu davrdagi cho'ng davlat bo'lgan Xorazm davlatini tushunishga to'g'ri keldi. Shuning uchun biz yana mushu davrdagi mavjud bo'lib turgan va Mo'ng'ullar tarafidan yiqilgan Xorazm davlati va Mo'ng'ullarning Xorazm davlatini mag'lub qilishi, yiqitishi va Mo'ng'ullarning Bag'dodga besib kirish qatorliq bu tarixiy jarayonlarni kelarki darsimizda tafsiliy so'zlaymiz. Izlar bisib üzülmedi bu karvan, Toğulmakta hem zekabi hem arslan. Izlar bisip üzülmedi bu karvan, Toğulmakta hem zekabi hem arslan.